bo'lmayu do'stlar sizlar bilan Muslimjon Minecraftda bo'lmish hayotida qoch. Ay, ertalabdan asalim o'ynab xlos. Zo'rman tushtirib bo'lmaydi. Buni o'ldirish kerak chiqolmadim suvda. Xullas, o'zi yaqinda yangi kiyim oldim. Shuni xor qiling. Mayli. Hozir meni o'ldiradi o'zim. Shuni. Qo'mishni urushga mehnat. O'qigan. Do'stlar, kun meni o'ligim tushishi kerak. Nima qilsam ya? Qishloqlarda oldirib bormayman. Asalimni o'ynashadi. Ertadan bet yuvamiz. Shu bilan millionerlar. Mana kapoylikchi. Nima bu kapoylayapsan? Gap o'ylaganim yo'q, keldir. Oq. Nimaga tozalab ketding? Senga nima? Bora qol, bu meni haqoratim, tushundingmi? Yaratganga qarayman. Emas, ko'rasan hamma meni. Mana bu yerda tozalab olamiz. Ovqatim ham yo'q bo'lmoqda. Qonoqligim yo'qmi? Aka. Tashlaymiz. Ekib qo'yamiz, keyingi safarga kerak bo'ladi. O'zim foyda bo'lmadi. Yerlarni tozalab olamiz. Yerning joyini yerga baribir kerak. Ko'ylak bilan oilamni olganim yo'q chunki. Mayli, yerga ham insuf berib qo'yamiz. Qishloqlar aytishicha, u chetelaga ketmoqchi ekan. Qanday qilib o'zi oylik olmayapti, bizga oylik bermayapti. Qanday chetlarda ketadi? Kalama sig'dirib bo'lmayapti. Yaramazlar, mendan birinchi kelib tozalamoq. Oy, nima qilib tozalayapsan? Bu meni joyim. Men bu yerda joyim, menga berdi. Merdan so'raganman. Birinchidan surbotdan shunday. Berga ham aytib beraman, Yo'qol. Urma meni. Yo'qol. Kallangga seni. Yo'qol deyapman. Befarosat. Bu meni joyim. Bizga bir aqlingami yo'q tashlayman. To'g'ri qo'yma. Bir o'rlab shapatib ichidan yana berma. Yo'qolama. Aytib-aytib-ku. Kerak narsalarni qo'yamiz. Hoppa. Assalomu alaykum meraka. Yaxshimisiz? Bo'lyaptimi? Oylikni berasizmi? Qanaqa oylik? Basharaga qo'yamiz. 2 oydan beri oylik o'zim olganim yo'q. Senga beraman. Jahl qilmang kallangizga. Urmang. Mana narsalar olib keldim. Kartoshka 5 ta kartoshka. Yo'q, qishloqlarga ayting, asalni markat qilib olmasin. Buni narsa olib keldi. Bu nima? Men aytgan nimaga boshqacha narsa qilgansiz? Qanaqa narsa narsa yo'q. Mayli do'stlar, men juda shubhali. Ba'zi bir ushlayman do'stlar. Temirchim uyga kerakchi, boshqa qishloqqa ketuvdi. Menga narsa qo'ygizgan. Nima deysizlar meni? Ro'jam ovqat qo'ygizibdi. Mayli. Ishton olmayman uchun. Ovqat kerak. Antoshkada qayerda yana ferma bor? Yordam beringlar.
Çok gidiyorsanmı? Dur. Yordam berip boy. Çık. Çık. Tağımga blok taşa. Haydi creeper durdu portlasa. Yordam beringlar. Ana çık. Bo'pti. İyi. Çamaz. Ben de torlasana hem olmaydı mı? Nereden soraş gerek? Pronto uy. Uysuz yaşaş canım yapıyordu. Dostlar bu nima degan afsus buni videonun birinchi qismi bor. Unda bir narsam bor hozir. Li joyim bor. Bu kerakli narsalar. Uncha odam bilmaydi. Qo'yib ko'ramiz. Netdan nimadir so'ramoqchiman. Kutilmagan narsa so'ramoqchiman. Nimadir chiqib. Nimadir so'rash kerak. Taklif yo'lamiz. Olmayish kerak. Do'stlar kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Kartoshka. Keling. Kartoshkalarni olib olamiz. Kartoshkani to'g'ri qilishim kerakdan kartoshka juda ko'p bo'lishyapti degani uchun olaveramiz. Bizga baxil. İşte meyveler kelamiz. Bu yerdan uy so'rab ko'raman. Yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Men yana keldim. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom aka. Aka uy berolmaysizmi? Uy olmoqchiman. Jon bitib ketdi. Sovuqda saqlash. Nima deyapsan? Kallayni ishlab darvoyat o'zim bitta joyda tursam, turib uxlasam. Mayli, yana mayli. Qishloqdagi daraxtlar chopaveraymi? Chopib bo'ladi. Mayli. Men mana shu yerdan bitta ochib ko'ray, iltimos. Qanaqa yer? Yo'q deyapman. Mana iltimos bir marta ochib ko'ray. Yo'q deyapman. Qo'limda tashadi. Qimmatga qilganman. Shu narsalarga yerda nimadir bo'lmoqda. Daraxt chopib bo'lgandan keyin uy qurishga harakat qilamiz. Daraxtlarni chopib olib, uy quraman. Sizlarga uyimda joylarni o'rniga buni yog'och qo'yamiz. Sal issiqroq tutadi, keyin juda sovuq bo'ladi. Ham qish kelmoqda.
Geç bo'ldi. Kechqurun uyqu chiqishim kerak. Tam qiynalaman qishgacha. Daraxtlarda ekanmiz. Bo'ldi 32 bo'ldi. Ularda do'stlarga aylantiramiz. Va ikkita chiqadi. Quruq bo'lsa ikkita do'stam yeni yuz. Ketdik. Ham ancha qo'rqoq chiqadi. Uyimga borgandan so'ng yeb olaman. Voy, kechqurun suvga tushish xato. Uyga kiramiz. Do'stlar, bu videoni ikkinchi qismini kutib qoling. Bu yerda yo'q qolmas. Ikkinchi qismda merning o'g'ligini kimligini bilib olamiz. Hammaga xayr.